Ko'pchilik o'ylaydi, taksi qilish oson pul topadi, mashinada mazza qilib yuradi deb o'ylaydi. Yo'q, adashadi, lekin unaqa emas. Taksi qilib yurgan odamlar bu sohani qiyinchiligini biladi. O'zi aslida eng qiyin kasblardan bittasi taksichilik hisoblanadi. Masalan, ko'chada 10 ming, 15 ming dollarlik mashinada riskovat qilib yuriladi. Avariya bo'lishi mumkin, har xil holat bo'lishi mumkin, hech kim garantiya bermaydi. Undan tashqari mashinaning rasxodlari bor. Keyin ko'cha to'la kameralar, inson ba'zida xohlasa xohlamasa jarimaga tushib qoladi. Hech kim ataylab qilmaydi. Masalan, oddiy misol, qizil chiroq uchun bitta jarima 1.100.000 so'mlik. Shunaqa jarimadan odam bitta tushib qoladigan bo'lsa bo'ldi. O'sha 2 kun qattiq ishlagan puli ketdi hisob. Kerak bo'lsa yetmay ham qoladi. Va yana bir kunda 30 ta mijozga xizmat ko'rsatadigan bo'lsa, 30 xil xarakterli inson bo'ladi. Taksi sohasida inson ham aqlan, ham jismonan charchaydi. Shu tomonlarni ham hisobga olish kerak. Shu uchun eng qiyin kasblardan bittasi taksi sohasi hisoblanadi.